Wall Street Journal gazetining xabar qilishicha 29 oktyabr kuni Amerika tashqi ishlar ministri Mايك پومپېيو ھىندونېزىيەگە qilgan rasmiy ziyarati mezgilida ھىندونېزىيەliklarni Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan muomalasiga qarshi turishga chaqirib, Xitoy Kompartiyasining ھىندونېزىيەliklarni Sharq Turkiston va Uyg'ur musulmonlar uchravatgan zulm bilan qari bo'lmaslikka chaqirganligini biladiganligini, Xitoyning ھىندونېزىيەگە Uyg'urlarning qaltis xo'shal yashayotganligini tashviq qilganligini, ammo shunday tashviq munozirlarni anglaganda paket izlab, paketga asoslanishni, lagerdan qutulib chiqqanlarning kechirmishlari, Ramazonda Uyg'ur musulmonlarini cho'shqa go'sht yeyishga majburlashning va ularning qabristonliklarini vayron qilishning terrorlikqa qarshi turish bilan qilcha aloqasi yo'qligini, majburiy tug'mas qilib etish yoki Uyg'ur bolalarni ota-onasidan ayirib, yotoqli maktablarga qayta tarbiyalashga avatishni namoratlikni yo'qotish nomida aqlayolmaydiganligini ta'kidlagan. ھىندونېزىيە musulmon nüfus ko'p sonliqni egallaydigan davlat bo'lib, bu davlatdagi ommaviy tashkilotlar ilgari Uyg'urlar uchun harakatlangan. Biroq Xitoy hukumati o'tgan yili Indoneziya ulamolar kengashiga tava Nahdlatul Ulama va Muhammadiya mazhabining diniy rahbarlarini tashkillab, Xitoydagi lagerlarni ziyorat qildirgandan keyin ularning maydonida o'zgarish bo'lgan. Ular hatto g'arb matbuotlarini xato ma'lumot bergan deb ayblagan. Indoneziya hukumat doiralari bo'lsa Sharq Turkistondagi lagerlar masalasida ifoda bildirmagan. Indoneziya tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Tiko Fayzasiya Pompېيоning bayonlaridan keyin muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga Indoneziya Sharq Turkistondagi musulmonlarni o'z ichiga olgan millatlarning huquqini qo'g'dash va ilgari surishning muhimligini ilgari Xitoyga eskartganligini, Indoneziya Xitoyning ochiq-oshkor bo'lishga va Sharq Turkistonga erkin berib kelishga yo'l qo'yishga chaqirganligini, Indoneziyaliklarning u yerdagi o'zgarishlarni kuzatish va tushunishni xohlaydiganligini bildirgan.